Assalomu alaykum matematika prime kanali a'zolari. Bizda keyingi misol sertifikatda 15, 16 yoki 17 misol sifatida kelishi mumkin bo'lgan misolimiz. Bu misolni kanalga tashlagan edim. Endi tahlilni qilamiz. Bizda bu tenglama berilgan va bu tenglamamizning x0 ildizi bo'lsa, ya'ni bitta ildizi bo'lsa, u bilan mana bu ifodamizning ko'paytmasi nimaga teng deyapti. Biz demak mana bu tenglamamizni birinchi ishlab olishimiz shart. Ko'rinib turibdi, boshidan aniqlash soha olsak, x'imiz 0 dan katta yoki teng. Sababi modulda hech qachon manfiy son bo'la olmaydi. O'shaning uchun x'imiz 0 dan katta yoki teng deb olinyapti. Endi 0 dan katta yoki teng sondan musbat yoki 0 son chiqadi. O'sha songa 1 ni qo'shsak musbat chiqadi, yanada kattalashadi. Musbat son ildizdan musbat chiqadi. Demak, mana bu ifodamiz ham 0 dan katta yoki teng x-1 emas, katta yoki teng 0 ekan. Bundan kelib chiqadi x'imiz 1 dan katta yoki teng. Biz shart qo'yib oldik, boshqa soddalashadigan joyi yo'q. Mana shuni bu yoqqa mayli turaversin. Bo'lmaskan. Shart qo'yib oldik. Endi mana bu ifodamizni soddalashtiramiz. Demak, mana bu ikkalasini kvadrat ko'taramiz. Kvadrat ko'tarsak, mana bilan bu bemalol qisqaradi, hech qanday shartsiz. Sababi biz aytdik, x'imiz 1 dan katta yoki teng deb, bu narsamizning ichi musbat bo'ladi. Shu sabab shunda kelib chiqadi 1 plus azosti x tenglik x-1 ning kvadrati qausda x-1 ning qaus kvadrati. Shunda ochiqsak plus x ochiqamiz, x ning kvadrati minus 2x plus 1. Mana birimiz bilan bu 1 qisqarib ketadi. 0 teng bo'ladi x kvadrat minus 2x plus ildizda x, mana plus emas minus. Bunda belgilash kiritamiz, o'zimizga osonroq bo'lish uchun. Mana bu narsamizni a deb belgilab olamiz. Qanaqadir a sonni. Shunda 0 tenglik x kvadratimiz ildizi x ning 4-si, shuning uchun ham a ning 4-si bo'ladi, minus x'imiz ildizi x ning kvadrati, o'shaning uchun a ning ham kvadrati deb yozamiz. A ning kvadrati minus a. Bu ifodamizdan a ni olib chiqadigan bo'lsak, a kub minus 2a minus 1. Mana bu a'imiz demak 0 ekan, lekin 0 bo'la olmaydi, chunki a deb ildizi x belgiladik. Ildizi x qachon 0 bo'ladi? X 0 bo'lganda. Lekin bizda shartimiz bor, x'imiz 1 dan katta yoki teng. Shuning uchun buni hech qanday shartsiz bu yoqqa ko'paytirib yuboramiz. 0 teng bo'ladi. Shunda a kub minus 2a minus 1. Bizda shunaqa kubik tenglama kelganda, men sizlarga oson usulni aytib ketaman. Mana bu ozod hadining bo'linuvchilarini mana bu a'larning noma'lumlarning o'rniga olib borib qo'yamiz. Qachon qo'yganimizda mana bu ifodamizning qiymati 0 ga tenglashganda o'sha javob orqali ishlashga harakat qilamiz. Bizda ozod hadimiz minus 1 ga teng. Minus 1 ga 1 ham minus 1 ham bo'linadi. O'shaning uchun a ning o'rniga, a'larning o'rniga 1 ni olib qo'yamiz. Mana 1 ni olib qo'ysam 1 bo'ladi. Mana bu a ning o'rniga 1 ni olib kelib qo'ysam minusda 2 bo'ladi. 2 bo'lsa minus 1.
bundan kelib chiqadiki 1 minus 3 tenglik minus 2. Demak bu javobimiz bo'lmas ekan. Endi plus 1 qo'yamiz. Plus 1 minus 2, plus bak yozib. 1 minus 2 minus 1. Demak bu qiymatimiz minus qo'ydim, minus qo'ydim. Demak bu qiymatimiz 0 bo'lar ekan. Shuning uchun bu javobni olamiz. Bo'lganligi uchun biz a ni qiymatini minus 1 bo'lishga harakat qilamiz. Bu qanday ifodalanadi? A plus 1 imiz plus 1 ko'paytirilgan nuqta. Buni hozir topishga o'rgataman. Mana bizda mana bu narsamiz hozir a'imiz, agar mana bu narsani 0 ga tenglashtiradigan bo'lsak, ko'paytirib bo'lgani uchun 0 ga tenglashtiradigan bo'lsak, a'imiz minus 1 ga teng bo'ladi. Bu to'g'ri shart. Endi mana bu nuqtani o'rnini topish uchun biz mana bu narsani olib chiqayotganimiz uchun bu ifodamizdan nima qolganligini topishimiz kerak. Bu nima qolganligini topishimiz quyidagicha amalga oshiriladi. A kub minus 2a minus 1 bo'lingan a plus 1. Shunda a kvadrat a kub bo'ladi, bu plus a kvadrat. Ertalasak minus a kvadrat minus 2a minus 1. Endi iloji boricha mana darajasi kattaga mana bu noma'lumimizni o'xshatishga harakat qilamiz. Endi minus a beramiz. Minus a kvadrat minus a. Shunda minus a minus 1 qoladi. Bu minus 1 ni ko'paytirsak bu ifodamiz bo'lar ekan. A minus 1 tenglik 0. Bo'ldi. Demak, bizda mana bu ifodamiz qolgan ekan. Shu ifodamizni yozib qo'yamiz. Bo'ldi. Nuqta o'rniga a kvadrat minus nechi bu? Minus a minus 1. Endi mana bu narsani 0 ga tenglashtiradigan bo'lsak, a'imiz manfiy son bo'lib qoladi. Ammo biz a deb ildizli sonni belgilaymiz uchun a'imiz har doim musbat ekan. Demak, bu ifodamiz bo'sh to'plam, o'shaning uchun buni bu yoqqa ko'paytira olamiz hech qanday shartsiz. 0 tenglik a kvadrat minus a minus 1 qoladi. Endi bu ifodamizni diskrimiga qo'yib hisoblasak, a'imiz teng bo'ladi 1 plus minus ildizda 1 minus 4 ko'paytirilgan minus 1 taqsim 2. Endi a'imiz teng 1 plus minus mana bu minus 4 ga minus 1 ko'paytirsak, minuslar bilan minuslar plus bo'lib ketadi. Plus bo'lsa mana bu ifodamiz plus 4 plus 4 ga 1 ni qo'shsak 5. Demak, mana bu ildizimiz ildiz osti 5 bo'ladi. Taqsim 2. Endi biz bitta shartda aytib ketaman, bitta joyda aytib ketaman. Biz mana bu narsadan plus minusdan minusli joyini ola olmaymiz. Sababi ildizda 5 dan taqriban 2 dan kattaroq son chiqadi. 2 dan kattaroq sonni birdan 2 dan kattaroq sonni aytlasam, mana bu ifodamiz manfiy bo'ladi. Masalan, manfiy sonni musbat songa bo'ladigan bo'lsa, manfiy son kelib chiqadi. Shu sabab minusligini ola olmayman. Chunki a'imiz ildizli son deb aytdim boya. Shunda a'imiz 1 plus ildiz osti 5 taqsim 2 ekan. Lekin bizda bu yechim emas. Biz a deb nimani belgilagandik? Ildizda x deb bizga x kerak. X ildiz osti x emas, x kerak. Shuning uchun buni ikkala tarafni tenglamani ikkala tarafini kvadrat ko'taraman. Ko'targan paytim 1 plus
2 ildiz osti 5 plus nechi bo'ladi? 5 bo'ladi. Taqsim 2 tenglik x bo'ladi. X. Ha. Bunisi 6 plus 2 ildiz osti 5 taqsim 2. Bu narsamiz x ga teng. Adashdi, mana bu 4 edi. Mana bu ifodamizdan 2 ni olib chiqadigan bo'lsam 2 ko'paytirilgan 3 plus ildiz osti 5 imiz qolib ketadi. Tagida 4. 4 bilan bu qisqarsa, baqa 2 qolib ketadi. 3 plus ildiz osti 5 imiz taqsim 2 imiz x ga teng ekan. Mana bu bizda yechim x nolimiz. Mana x 0 belgilab qo'yaman. X nolimiz. Endi bizda x 0 bilan nima deyotdi? X 0 bilan mana bu ifodaning ko'paytmasini toping deyotganda. Shuning uchun bu minus ekan. Yozay tepadagi shartda 3 minus ildiz osti 5 taqsim 2 ga ko'paytirilgan x'imiz x ning 0. Bizda x 0 x 0 emas, mana bu narsaga teng. Mana buni olib borib, mana bu yoqqa olib borib qo'yamiz. Shunda 3 minus ildiz osti 5 taqsim 2 ko'paytirilgan 3 plus ildiz osti 5 taqsim 2. Bizda mana bular bunga, bu ifodamiz esa bunga ko'payadi. Ko'paytiruv bo'lganligi uchun 3 minus ildiz osti 5 ko'paytirilgan 3 plus ildiz osti 5 taqsim 4. 2 kere 2 4 ku. Endi bizda mana bu ifodamiz a minus b, a plus b formulasiga to'g'ri kelyapti. Mana bunimiz a bo'lsa bu b, bu a bo'lsa bu b. O'tgan darslarda tushuntirgandim. Mayli, yana tushuntirib ketaman. Bizda bir formula bor. A kvadrat minus b kvadrat tenglik a plus b ko'paytirilgan a minus b. Agar bu yerdagi ifodamiz bilan bu yerdagi ifodamiz teng va b, mana bu b ning o'rniga kelayotgan sonlar ham teng bo'lsa va mana plus minus bo'lsa, mana shu formulaga qo'yib yuborasiz. Qo'yib yuborib, mana bu ifodamizni bunga, agar bunaqa ifoda kelgan bo'lsa, bunaqa ko'paytiruvchilarga ajratib ishlasak bo'ladi. Bu narsani yodlab qo'yish kerak. Bu juda kerak bo'ladigan narsa. Bundan kelib chiqib mana bu bilan buni ko'paytiraman, bu bilan buni ko'paytiraman. Formulani tushunadi. 3 ning kvadrati minus qo'yamiz. Minus har doim bo'ladi. Ildizda 5 ning qaus kvadrati taqsim 4. Ikkimiz bilan mana qisqarib ketadi. Hozir 5 minut mana shu narsa ko'proq qarayapti-da. Bunda qilib ildizda ikkimiz bilan kvadratimiz bilan ildizimiz qisqarib ketadi, hech qanday muammosiz. Hech qanday muammosiz qisqarib ketadi. Shunda 3 ning kvadrati 9 minus 5 taqsim 4. Bunda 4 taqsim 4imiz teng 1 bo'ladi. Mana bizda yechim. Mana C javob ekan. O'rganib qo'ying.